3 nafar deputat uzlulik sabablariga ko'ra ishtirok eta olmaymiz. Sessiya ishini boshlash uchun o'rin mavjud. Bugungi sessiyamizga shahar hokimi, uning o'rinbosarlari, tegishli korxona, tashkilot rahbarlari va ommaviy axborot vositalari vakillari taklif qilingan. Shu bois sessiya ishini boshlashni taklif etib, agarda boshqa takliflar bo'lmasa, ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Sessiya ochiq deb e'lon qilaman. Davlat matbuotini eshitamiz. Hurmatli deputatlar, endi biz sessiya tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Bugungi sessiya tartibiga kiritilgan masalalar sizlarga tarqatilgan qo'llaysiz. Ko'rib chiqqan do'stlaringiz qo'shimcha takliflar bor. Yo'q bo'lsa, kun tartibini tasdiqlash masalasini ovozga qo'yaman. Qo'l ko'tarib ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibi tasdiqlandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, endi sizlar bilan sessiya ish reglamentini tasdiqlab olsak. Endi shunday taklif bor. Ma'ruza uchun 10-20 daqiqa yetarli. Muhokama etish uchun 5-10 daqiqa. Savollar uchun 3 daqiqa bersin. Jurnalistlar, qo'shimcha takliflar bormi? Agar takliflar bo'lmasa, ushbu masalani ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraf. Reklama bilan ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala Surxondaryo shahar hokimi Shahar Sevgisiz chiqqan sevishli
joriy yilning bir yarim yillik, ya'ni yarim yillik yakunlari bo'yicha Ohangaron shahrini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risida ma'ruza uchun so'z shahar hokimi Sadriddin Shahbazovga berildi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli ahvollar, kitoblar, avvalambor yana bir bor sizga salom berdim. O'tgan Mustaqillik O'zbekistonning bayramida 105 yillik yubileyini tabriklayman. Onamizga bu shahrimiz faollariga, barcha ishlarga ketgan rahbarlarga, muavvinlar, hamma tashkilot rahbarlari ishxonalarini bayram tabriklash salomatlik holatida ishlarga hammamizga zaharlar omadlar yo'qmiz. Ruxsat bo'lsa, Ohangaron shahrida hududlarda ta'minotlarni iqtisodiy o'sishini ta'minlash bo'yicha 2026 yil janob tahlili va yakuniga qadar ustuvor masalalar bo'yicha savol taqdim etiladi. Birinchidan, shaharda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish, sanoat sohasini rivojlantirish bo'yicha maqsadli ko'rsatmalar berishdi. 2026 yil yanvar oylari bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish haqida 3,7 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, o'tgan yil mahsulotlariga nisbatan 2,7%ga bajarilishi erishildi. Xizmat ko'rsatishda va savdo sohasini rivojlantirish bo'yicha maqsadli ko'rsatishlar ijrosi 2026 yil yanvar-iyun oylarida yakuni bilan shaharda ko'rsatilgan xizmat ko'rsatish hajmlari amalda 688 milliard so'mlik o'tgan yil munosabatlariga nisbatan 3,3%ga prognoz 2,7%dan bajarilgan. Xorijiy investitsiyalar va xorijiy kredit liniyalari bo'yicha prognozlarni bajarish to'g'risidagi 6 oy yakuni bo'yicha Ohangaron shahrining 2026 yil Qozon mahkamasining 86 qarorlariga muvofiq 81 million AQSh dollar hamda Toshkent hokimining qo'shimcha topshirig'iga asosan 130 million AQSh dollariga xorijiy kredit liniyasi o'zlashtirish belgilangan bo'lib, bugungi kunda 6 oylik davomida shaharga 65 million dollarlik reja belgilangan bo'lib, amalga tasdiqimiz qo'shimcha 10 million to'lovlar hisobiga 67 million 900 ming xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgan. Rejamiz 110% bajarilgan. Eksport prognozlarida Ohangaron shahar bo'yicha 2026 yil uchun eksport prognozi sanoat mahsulotlarining hisobidan 74 million belgilangan bo'lib, joriy yilning yanvar-iyun oylarida ko'rsatishimiz 40 million dollar eksport amalga oshirildi. O'tgan yilga nisbatan 3,35%ga o'sish sur'ati belgilandi. Shaharda ijtimoiy sohada 6 oy amalga oshirilgan ishlar bo'yicha to'xtalib o'tiladi. Sport ta'lim muassasalari shaharda jami 8 ta sport turi bo'yicha 161 nafar sportchilarni shug'ullanmoqda. Ularga 28 nafar malakali sport murabbiylari ustozlik qilishmoqda. Shulardan 230 nafarga yaqin sportchilar sport muassasalariga, 4 nafarga esa Olimpiya cho'qqilari sport har payshanba yoshlar kuni bilan hurmatli boshimizlarning ustuvor vazifalardan belgilangan toshlardan kelib chiqib, shaharda og'ir toifadagi ishsiz uyushmagan yoshlar jami 156 nafar bo'lib, shundan hammasini 156 nafar yoshimizni vaqtida ta'minlandi. Bu bo'yicha Prezidentimiz hisobotga berdik. Respublika ishi guruh kelib ko'rganda masala o'zida to'g'riligi va to'g'risizlik bo'yicha o'zimizni qilganishimiz bo'yicha bizga rahmatlar qilishdik. Bu sohada ko'p sektor rahbarlarining ishlarimiz doimiy ravishda nazoratga olingan. Jumladan 86 nafar doimiy ish ijrolayotgan, 20 nafar o'zi tadbiqorlik boshlagan, 7 nafar tartibli ravishda migratsiyaga yuborilgan, 4 nafar muddatli harbiy xizmatga yuborilgan,
boshlagan shaharda 19 ta rahbarlarga biriktirib, har bir rahbar muntazam ravishda yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktabi bolalar bog'chasi qabul qildi. Shaharda maktabgacha maktab ta'limiga qarashli 33 ta ta'lim muassasasi faoliyat yuritmoqda. Shundan 9 ta maktab, 23 ta maktabgacha ta'lim maktablari, 16 ta davlat, 7 ta nodavlat, shahardagi mavjud 8 ta maktablarda 725 nafar o'quvchilar tahsil olmoqda. Shundan 3523 nafari 8,5% nazarda to'ldirildi. 24 ta maktabgacha ta'lim mashg'ulotlar 2810 qator qo'yilgan bolalar soni 2982. Qamrovimiz 36.12% ga ko'rsatish bermoqda. Ma'lumot uchun 2153 nafar boshlang'ich sinf o'quvchilari, 838 nafar birinchi sinf, 472 nafari 16.14% nafari yuqori sinf o'quvchilariga qo'yildi. 5-6 o'quv yurtida bergan bozorga kirib kelishga turayotgan o'quvchilarning soni 910 taga yaqin. Shundan oliy ta'lim bitiruvchilari 96 ta, texnikum bitiruvchilari 514 ta, umumiy o'rta ta'lim maktablari 3 ta. Ijtimoiy himoyaga muhtoj yo'nalishlar bo'yicha shahrimizda 114 nafar o'zlariga parvarishga muhtoj keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar ro'yxatga olingan. Ulardan 30 nafari yolg'iz keksalar, 11 nafari yolg'iz nogironligi bo'lgan shaxslar, 62 nafari yolg'iz yashovchi va 11 nafari yolg'iz yashovchi nogironligi bo'lgan shaxslar. Faol hayotga qadam dasturi asosida hozirda 5 turli yangi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishi yo'lga qo'yilgan. Bu sharoitda ijtimoiy maishiy yordam ko'rsatish xizmatlariga 13 nafar, bu sharoitda qarab o'tish xizmati 4 nafar, tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya xizmatlari 45 nafar, kunduzgi xatnoma asosida qarab turish xizmati 1 nafari jabr olingan. Kambag'allik bo'yicha shaharda 2026 yilda kambag'allik tushish xavfi mavjud 89 nafar aholi daromadini oshirish, 428 ta kambag'al oilalarni manzilli xizmatlar bilan qamrab olib, natijasida yil yakuni bilan kambag'allikdan oliq hududga aylantirish belgilab olganmiz. Eng asosiy ustuvor vazifalardan biri oliq hududga o'tkazilmaslik. Bu yili har bir yig'ilishda, har bir chorakda oila masala hozir ko'tarilayotgani bunga alohida e'tibor qaratishimiz zarur. 156 nafar aholi bandligi ta'minlanadi. 24 nafar ishsiz fuqarolar doimiy ishga joylashtiriladi. 90 ta kambag'al aholiga imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratiladi. 60 nafar kasblarga tadbirkorlik o'qitiladi. Joriy yilning yanvar oylarida 586 ta oila, 2007 ta a'zosi, 1758 ta 333% xizmatlar bilan qamrab olingan. Buning natijasida kambag'allik darajasi yil boshidan 5.13%dan 3.7%ga tushirildi. Test bo'yicha 1.6% tashkil etmoqda. 124 tasi doimiy ishga joylashtirilgan, 75 tasiga kredit va subsidiya ajratildi. 133 ta tadbirkorlikka jalb qilingan va 34 tasi kasblarga o'qitilgan. Ishsizlik bo'yicha 2026 birinchi yarim yilda shaharda aholi bandligini ta'minlash, ularning daromadini oshirish yuzasidan tegishli mas'ullar, tijorat banklari va mahalla yetkili bilan birgalikda 166.1% aholi daromadlarini mehnat bilan ta'minladi. Shundan